6 kishilik qora ramyonni kariz qaynonam bilan 3 xil kimchi bilan yeb ko'rmoqchimiz. Qaysi kimchi bilan ko'proq mos tusharkin? Ketdik. Birinchi ko'k piyozli kimchi bilan birga yeb ko'ramiz. Qani? Chupa kimchi. Ko'k piyozli kimchi bilan zo'r ketadi deyaptilar. Endi so'yvoy sousga marinovka qilingan piyoz bilan yeb ko'ramiz. 양파가 맛있어. 얘는 너무 간이 세. 이거부터 맛있어요? 맛있어. Ko'k piyozli kimchiga qaraganda oddiy so'yvoy sousga tayyorlangan kimchi bilan mazaliroq ketadi deyaptilar. 새콤하니 맛있어. Endi so'yvoy sousga marinovka qilingan qalampir bilan birga yeb ko'ramiz. 매워. 맛있어. Qora ramyon ham achchiq, qalampir ham achchiq. Bir-biri bilan tushmasa kerak. Masha? 맛있어. Shirin deyaptilar. Bu kariz qaynonamning fikri edi. Endi o'zbek kelinining fikrini eshitamiz. Ketdik. Birinchi ko'k piyozli kimchi bilan yeb ko'ramiz. 근데 얘도 괜찮아. Shirin ekan. Endi so'yvoy sousga marinovka qilingan piyoz bilan yeb ko'ramiz. 하고 먹어. 맛있어. 이거는. So'yvoy sousga marinovka qilingan piyoz bilan vashsha jo'tga ketar ekan. Endi so'yvoy sousga marinovka qilingan qalampir bilan birga yeb ko'ramiz. Qalampir o'ta ham achchiq. 고추랑은 안 어울리는 것 같아요. 그래? 나는 고추 어울리는데. Menga qalampir bilan yoqmadi. Menga eng yoqqani so'yvoy sousga marinovka qilingan piyoz bilan birga yesa vashsha zo'r ketarkan. So'yvoy sousga marinovka qilingan piyozni retseptini profilimdan topsanglar bo'ladi.